Bersalang, usullik bo'yicha qarorlarga o'tirilgan. Mana bersalang, hozir bizda 100 milliongacha sug'urta bilan olish imkoni bor. 6 oydan oshgan bo'lishi kerak. Bu narsa xabaroti bo'lishi kerak. Misol boshqa bank xabarot qilgan bo'lsa, uni olib kelsa ham bo'laveradi. Hisobotanda bo'lsa 100 milliongacha. Oyiga xabarot qilgan bo'lsa. Oyiga har oy. Aylanma bo'lsa kerak. Sizga aylanma bormi? Aylanma yo'q. Qaysi bankda? Xalq bank. O'shani xabarot qilguncha nima ish qilasiz o'zi? Mana endi bitta tadbirkorimizda nima deydi, oshxonasi bor, nimalari bor, maktab do'konlari. Oshxonangiz bo'lsa yaxshi ekan-ku. Do'konangiz yaxshi uchinchi xabarot qilib shu tizimda aylantirib tursangiz, 6 oydan keyin bo'ladi shu qarorlar nimalar. Va olsam kattaroq olishim kerak deyapti. Garovingiz bo'lsa qilib beramiz. Hisobotnoma uchun xabaroti yo'qda ham bor ekan. Faqat unga garov hisobotnomangizni bizga olib keling. U lekin biznes yo'nalishiga kirdi. Foizi qancha? Foizi 25%. Qancha vaqtga? Vaqt shundayki, nimadan faoliyatdan ketish belgilanadi vaqti. Misol uchun qayerdan mablag' 1 yilgami, 6 yilgami qanaqa?